Assalamu alaikum. Hurmatli fuqarolar, hurmatli tadbirkorlar. Men Agrobank yangi bozor filiali boshqaruvchi o'rinbosari Yusuf Kazbekman. Mana xabarimiz bor. Prezidentimiz tashabbuslari bilan mahalla ishlash tizimi bo'yicha quyi tizimga tushish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Ya'ni shu mahalla yurib, fuqarolar bilan birma-bir uchrashasan. Bank mahsulotlarini tanishtirasan, nol kreditlaring bor, nol mahsulotlaring bor. Ya'ni bu degani mahsulot degani kredit. Bankning o'zini bir hamma bankning mahsuloti bor-da. Mahsulot deganimiz kredit. Keyin omonatlarimiz bor. Bundan tashqari yana plastik kartalarimiz bor, depozitlarimiz bor. Shunday mahsulotlardan nazar tanishroq fuqarolar bilan degan maqsadda men sizlar bilan bugun mana ma'lumotlar mahallasida uchrashuv qilib turibmiz. Endi sizlarda shuni bizlarda mahalla agentlari bilan bankerlari bor. Prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil qilindi bu lavozimlar ham. Endi bularning vazifalari asosan shu tadbirkorlarga kredit berish iradini ish o'rinlari yaratish. Ya'ni shu kamida bir dona ish o'rin yaratishdan iboratda bularning vazifalari. Endi sizlarda shu o'zlaringiz kredit mahsulotlarimiz bor. Shular bilan tanishtiradigan bo'lsam, bizda yana 312-sonli qarorimiz bor. 312-sonli qarorga asosan 7 yilgacha yuridik shaxslarga 20% dan beriladi. 20%dan. Ondan tashqari yana bizda biznesga ko'mak, biznesga birinchi qadam, keyin mahalla loyihasi kreditlarimiz bor. Bular shu xotin-qizlarga ham, shu erkaklarga ham shu hozir bir xil bo'ldi, ya'ni 23% dan. Shunday bo'ldimi? 25% dan bo'ldi, bunda o'zi 25% dan bo'ldi. Avval to'g'ri ayollarga 23% dan edi. Hozir to'liq 25% dan qilib belgilandi bizga sertifikatsiya. Bu kreditimiz to'g'ridan to'g'ri plastik kartaga tashlab beriladi 50 million so'mgacha. 17 millionlik kreditimiz ham shunday shu. To'g'ri plastik kartaga tashlab olasizlar, lekin maqsadda foydalanish kerak. Ya'ni chorvachilik, parrandachilik, issiqxona qilasizlarmi, yo motor olasizlarmi? Shu maqsadda berilgan kreditlarimiz bor. Endi marhamat, kimda o'zini qiziqtirgan bir savollar bo'lsa, yo masalan shu bankimiz tomonidan bir masala yechilmay turgan bo'lsa, agentlar ustidan javob bo'lishi mumkin, yo mahalla bankirlar ustidan, yo bo'lmasa bizning ustimizdan javob bo'lishi mumkin. Marhamat, tartibli aytib savollarni berishingiz mumkin. O'zdan bo'lsam so'raman. Bunga tushunib turibman, bu masalalarimiz bor. Demak, buni kambag'allikda turgan fuqarolarga imtiyozli kreditlarimiz yo'qmi? Yo'q, lekin shu aytib turibman, hozir shu 25% dan kreditimiz bor, uni berib bilamiz. Bizda oliy tadbirkorlik yo'q. Oliy tadbirkorlikdan ne Agrobank 2022-yilda chiqib ketdi men so'rashmadim. Uy ta'miri uchun ham berib bilmaysizlar, ha? Nima uchun? Uy ta'miri uchun. Uy ta'miri uchun u отдельный bu lekin-da. Отдельный chakana mahsulotimizga kiradi. Investorlar turibdi-da, uyini shifr etolmayapti. Beramiz buni, kayfili bo'lsa beramiz, masalasi yo'q. O'zi kayfil bo'lolmaymi? O'zi Lekin chakana mahsulotimizga kiradi-da u. Mahallaga kirmaydi u. Odam bankning mahsuloti hisoblanadi. 25% dan beramiz uni. Olaman desalar. 25%. Ava. Masalasi yo'q. Lekin kayfil kerak bo'ladi. Ilk joyning o'zi zaloqqa kerak, zaloq bo'ladi, ha? Joy kimga aytdingmi? Lekin az yomg'ir o'tib yotibdi. Bo'ldi, masalasi yo'q, biz beramiz. Yana kimda savollar bor? 17 milyon alalım, 17 milyon taşap verem onu plastik. To'g'ri plastikga O'ncha foizli u. O 25% ona. Uni olgandan keyin ya surat olgan, ya o'ratoq nimaza bemalol. Lekin maqsadni sarflashingiz kerak. Masalan, uni siz to'g'ri bozorga borib, netib, yana xarajat uchun ishlatib bilmaysiz bu qo'lda lekanda. Ertaga uni maqsadni ishlatishni qilamiz biz. Borib o'rganamiz uni, monitoring qilamiz. Uni shu do'kondan tashab berami ya? Yo'q, pul kartaga tushadi. O'z zotida karta ochiladi, shu kartaga tushadi uni endi menimcha. O'ncha yilga beriladi u? O 4 yillik u. Arası 5 yıllık mahalla loyihasi. 4 yillik bo'lsa so'mdan to'lanadi oyna. Endi grafikini barsangiz sizlar to'shni hisob kitobini qilib aytadilar. 370 mingdan 6 oygacha 370 mingdan to'laysiz. O'zini 7-oyga qarab asosiy summa chiqadi. 6 oy degani u sizga imtiyoz bo'ladi-ku. 6 oygacha imtiyozli davringiz bo'ladi.
Urfa'da kızım var, o netmeyme o, onun alakası Ya, yok. ona da haklı. Ya. Ona da yok. İşsizlerge verirlerdi. İşsiz boş gerek değil mi? İşleyemem mi dedi? Yok, işsiz para boş gerek. İşsiz para boş gerek. İşsiz, bu kreditli beşimizden maksat, işsiz paranı iş bilen band kılış. Özü bize yönelişimizden şundan işsizlerdi iş bilen teminleş. Yerim keser olsa buladı. Orada. Yani kimde sağolmadı? Ben özüm altıma birovga kreditlap berdim. Hazır turniga tushirverdi da. Men shundan chek chiqsam bo'ladi. Şimdi kaçan bir ödüyordu onu? 23'te. O 5 yıl kaça deysiyle mesela. Yo'q, bu 3 yil avgustda tamom bo'lishi kerak, lekin 6 oy to'lamay qo'ydidan so'ng to'laverdi. Doğru, lekin çoğunluğundan sonra çoğunluğun ispisiyanı 5 yıl müddeti değil mi? 5 yıl kaça çoğunluğun ispisiyanı da kalası. Şuna cevap veriyor. Şimdi o nereden bize Allah'sı bilinmez. Katama degen ne de o bir kreditin akbaratının bürosu. O adını teşkilatı. Banka boyusun mu da o? Banka boyusu bu umman karamıyor banka. Bankın içindeki teşkilat emez o. Özü adını bir idare o. Ya kimde savalladı? Yok mu hiç kimde başka? Esenler'de katta rahmet.